Sizlar qaraysizlar, men sizlarga zo'r mashina topib qo'ydim. Ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Turishini qarang. Zo'ra? Bosib yuribsiz, Tracker olaman deb yuribsiz yoki 10x olaman deb yuribsizmi? Mana o'shani narxiga. Trackerdan arzon, 10x ni narxi bilan salkam bir xil. Zo'r narx, uni qarang. Voy, yaramas. Mashina zo'r 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 23 emas. Buni faralari boshqacha bo'lar ekan. Kraskalari absolyutno toza, balon diska holatini oling. Holati zo'r. Mana bularni qarang. O'zi yomon chiroyli mashina, sezganmisizlar? Ko'chada yurganda ham odamni baribir e'tiborini tortadi. Keling endi, salon holatini qarang. Eng fulu dedilar egalari, lekin luki yo'q. Mana salafanchalarni qarang. Sen kelasiz, bitta yulasiz. Mazza qilasiz uyga borgandan keyin salon ichini xalq mazza qilsin degan joyi ana shu. Eng fulu dedilar. Bilganlar yozib ketingizlar, 2023-yilda eng fulida luk bo'laykan. 2024da eng fulida luk bo'lmaykan. Mana aytdim, bo'lishi mumkin emas dedim. Orqasini ham xalq mazza qilsin. Orqasi ham kengishda. O'zi mashinani o'zi gapirib turibdi. Sostoyaniyasi yaxshi. Qimmatga o'zlari 17 ming dollarga olgan ekanlar. Primoy dehqon. Bu salafanlar turganiga yana mashina furishdiki demak. Primoy dehqonning mashinasi. Keling. Eng zo'r tomonini aytib o'tay aytmoqchi. Propan gaz qo'yib qo'yganlar. O'sha ham 800 dollar, 850 dollar. Bosib o'tgan masofasi 30 ming. Mazza qilmaysizmi? Buni qarang. Maydoat yo'lini. Xo'sh, kraskalari absolyutno toza. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Propan gaz qo'yilgan. 30 ming masofa bosib o'tgan kraskasi tozadan. Narxini 14.500 dollar qilib belgiladik. Nomer telefoni pastda bo'ladi. E'tibor qiling, buni yili 2023 emas, 24-yil. 14.500 dollar. Yana ozmuncha savdosi bo'lishi mumkin. Nomer telefoni pastda bo'ladi. Egasiga hozirroq telefon qilib boringizlar. Sog' bo'lingizlar.